Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun va xayrli kech, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan Rustam Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Bugun videoni nomidan o'qiganingizdek, O'zbekistonda hozir mana bu BMW nomli mashinani o'rniga li sotib olish kerakmi yoki bumi? Zikrlami? Qaysi biri yaxshi? Nemetskiy Avtoprom yaxshimi yoki Xitoy Avtoprom yaxshimi? O'zi bu ham Xitoy boshidan qilib aytamiz. Lekin tak ovqatlanayotgan inson ovqat hammasini sekin yonimizga surib olamiz. Hammaga yoqimli ishtaha, biz esa sekin obzorni boshlaymiz. Qaranglar, bitta qarang aka. Videoga normalniy. Endi bu yerda ikkilamchi videoga, ya'ni hozir kamera ortida turgan ukamiz borlar, yaxshi bitta inson bor. Sherdor ismlari. Aytibdilar, aka menga video qilyapti deyaptilar. Men aytaman, mana shu yillikka uvol qilishibdi deyman. Mayli bu video, aka, mana bu rasmni bitta qarang, yopdi. Bilan nimani kayfida tuzilgan bu uchun vosmi u mana bu yaxshi aka, men bunga hech narsa deyotganim yo'q, bunaqa vidlar yaxshi. Lekin mana yana bir aytib bitta ko'ring-da aka, men nimani kayfida tuzish mumkin? Bu chuvosmi aka, ancha space chakib kimdir nimadirlar yiqilib qoladi. Dizaynerlar nima oyoqdan tolib ketganmi, nima bo'lgan bilmayman. Bunaqa vid qilish uchun mashinani nima bo'lish kerak? Yo kim bo'lish kerak? Qanaqa kayfda bo'lish kerak? Men tushunmayman, lekin biladigan odamlar bo'lsa yozib qoldiringlar. To'g'risini aytsam, voy urut. Mana BMWni prosta uvol qilishganda, chunki Nemetskiy Avtopromni biz sevgan brendni uvol qilingan variantda o'sha mashina bo'ladi. Bu mashina to'g'ri, vidi ancha chiroyli, yonimizda turgan mashinamiz. Nima uchun? Buni lila bilan taqqoslashtiryapmiz yoki misol uchun даже avatarlar bilan biz avatarlar ham obzor kerak bo'lsa, aytasizlar avatar 12 lar bor, 12 larni obzorni qilib berish harakati qilamiz, kommentarda yozib qoldiring. Bu Xitoy. Prosta Nemetskiy ko'rni, ya'ni o'sha ildizlari Germaniya, lekin o'zi hozirgi kunda tug'ilgan joyi va hozirgi paytda yashash joyi O'zbekiston, lekin tug'ilgan joyi Xitoy bu lekin buni faqatgina BMWni 5-seriyasidan nomi qolgan va BMW degan brend qolgan. Lekin buni xos texnik xususiyatiga o'tamiz. Mashinani o'zini ko'ramiz-da. Men sizga bekorga aytayotganim yo'q, aka. Mana bu brendga onasini hamsan переплачивать qilish не стоящий narsa. Tushunasizmi? Kamu kak bir xilligi yoqadi, bir xilligi yoqmaydi. Lekin men sizni o'rningiz bo'lganimda, men endi to'g'risi aytaman, o'zi 56 ming, yo'q 51 ming dollar shu mashina turadi. Yengisi 56 ming, bu 1500 kilometr yurgani uchun 51 mingga berib yuborishayotgan ekan. Endi qarang aka, bunaqa pul topish uchun ham o'zi nima ish qilish kerak? Akalar yozib qoldiringlar, bunaqa pul topish uchun nima ish qilish kerak? Iltimos, biladigan odamlar bo'lsa yozib qoldiringlar. No Allohga oson, hazil bilan. Endi esa bir boshidan videoni boshlaymiz akalar. Men bitta qarang aka, mashinani vidiga 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni kommentariyaga kirib berasiz. Menga bundan oldingi 5-seriyani, ya'ni video ko'proq yoqadi. KS vidini qarang aka, mana KS boshqacha, lekin bu boshqacha. Sizga agar bu ko'proq yoqsa kommentariyada yozib qoldiring. Mana kim qanchalik bo'ladi? KS deganlar akalar, like, keyin unga kommentariyada KS, agar buni deganlar like, keyin unga kommentariyada hech narsa yozmasa rozi. Bu mashinani vidida endi to'g'ri chiroyli, lekin yomon deyotganim yo'q. Prosta aka, KS dan keyin yaxshi darabotka qilinish kerak bo'lgan narsa darabotka bo'lmaganda, prosta nima dizaynerlar qolmay qolganmi Germaniyada bilmayman. Bu dizayn shunaqa. Sizga yoqqan bo'lsa yozib qoldiring aka, yoki bu yoki KS aka. Qaysi biri? Bu siz mana mashinani tushunaman. O'shaning uchun yo bu yo KS deb yozing bo'ldi. Ko'rdik, oldi tomondan, bu tomondan faralarni bitta to'xtatamiz. Mana mashinani o'zida BMW LED deb yozib qo'ygan. Ikkita mana shu yon tomonni o'zida ko'rib turganingizdek, bu ya'ni BMWning o'sha agressiv xarakteriga ega bo'lgan vidini yaqqol ko'rsatib turadigan liniyalari deymiz. Farani yonida bo'lgan, lekin KSlarning sal boshqacharoq bo'lgan. Keyin undan keyin yaqinni va uzoqni yorituvchi chiroqlar hammasi LED lampalardan qilingan. Keyin kattagina burni, kartochka burun deymiz. Kartochka burunlari xuddi shu joyda mana bundoq ketgan va yonib turadi bunisi ham. Buqani burni demoqchimisiz aka? Buqani burni bunchalik bo'lmaydi. Kartochka burun xuddi shunaqa bo'ladi. Kartochka burun og'ayingiz bor, xuddi shunaqalarga yuborib qo'yasiz. Mashinamiz M paketda, o'shaning uchun bamperlarni o'zini ham, ya'ni pastida lavlari ishgan va keyin undan keyin alohida boshqacha bo'lib chiqib turibdi. Bu yoq tomonimizda ballonni, ya'ni sovutish uchun, tormozish sistemani sovutish uchun teshiklari qilib qo'yilgan. Boshqa oldi tomondan bu yerda gaplashadigan narsani o'zi ham yo'q. Nima uchun deganda, bu bo'ldi aka, ko'rdingiz. Endi bitta sekin yon tomoniga o'tamiz. Bilan oldingi bo'lmaga yetmaydi, balki. Yetmaydi unga aka. Verskiligini bermayapti. Mersi yo BMW aka, to'g'risini ayting. Mersi yo.
tezlik. O video boshlayman, tezlik. Oka sizni ham qo'yib yuboraman. Boshdan yon tomoniga bitta kelamiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin bizga yaqqol ko'rinib turadigan narsasi, ya'ni M znachoklari qo'yib qo'yilgan. Bu mashinamizda M paket, lekin toza elektrichka. Hali motor otqichlari keyin yana o'tamiz. Bu mashinamizda toza elektrichka. Keyin undan keyin bitta yon tomoniga mana bundoq kelamiz. Kelganimizdan keyin oka bu yerda qani? 360 kameramiz yo'qmi? Yo'qmi? Bormisan yo yo'qmisan? 360 yo'q menimcha. Ya saloniga o'tganda ko'ramiz, 360 bo'lmasa endi. Men bilmayman aka. Bitta ko'ramiz, yon tomonda mashinamizda 5 metr 17 santimetrligi bo'lgan mashina. Juda ham uzun bo'lgan biznes sedanga kiradi. Bu ruchkalarimizni ichkaridagi qo'lni shunday tiqib ochasiz va bu yerda buzguvchi do'stlari bor. 19 razmer diskovalom bilan jihozlangan, oldida ham orqasida ham diskoviy tormoz qilingan. Tormozi yetadimi siz, menimcha yetsa kerak. Itakji bakovoylarni o'zi ham juda ham qalin qilib, arzdan xususiyatiga ega bo'ladigan bakovoylar yasab qo'yilgan va juda ham chiroyli. Pоворотникlarimiz bakovoyda joylashgan bo'ladi. Bunda ham shishali tom okalar orqa tomonni eshigini mana bundoq ochasiz. Ochganingizdan keyin bular biznes sedan bo'lgandan keyin to'g'ri. Bular eshikning kattaligini qarang, aka. Eshik juda ham katta bo'lgan eshik qo'yib qo'yilgan, chunki mashinaga shu bemalol kirib chiqishingiz kerak. Qiynalmasdan bitta sakrab, kirib ketishingiz kerak. Dam olish kerak bu ichkarida, lekin ichi ham juda ham katta ekan akalar. Eshikni bitta yopamiz, mana bu yerda 5-seriya. Sizni pulis ko'pligini, keyin undan keyin siz qanaqa mashina olganingizni bildirib turishchi, mana mashina o'ziga ham bitta 5 qilib qo'yilgan. Ya'ni 5-seriya haydashingizni hamma bilib turadi. Va bu narsani o'zi ham kechqurun yonar ekan akalar, chunki bu oddiy tizilmagan, ichida diod qo'yib qo'yilgan. Bu narsa ko'rinib turibdi. Mashinani yon tomondan ko'rdik, yondan endi gaplashadigan narsani o'zi yo'q va undan keyin mana zaradka qiladigan joylarimiz mana bu yerda ham bor, bu yerda bistr zaradka ham bor, keyin undan keyin sekin zaradkasi ham bor. Bunda batareyka nimalar, kimni qiziqtiradi bilmaydi, hech kimni qiziqtirmaydi. Orqa tomoniga ham kelamiz. Orqa tomoniga kelganimizdan keyin faran dizaynlari ancha o'zgargan. Bu yerda i5 ni bitta yozuvchani o'zi bor, keyin undan keyin mana bu yerda M znachok, ya'ni o'sha M znachok, BMW znachoki turibdi. Bitta bosamiz, bagajimiz elektrodavochikli bo'ladi. Bagaj ochganingizdan keyin bu yerda xitoylar sizga ham bunaqa yumshoqgina narsani tashlab qo'yilgan. Bagaj ichida nima bor ekan degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, okey. Bagaj ichida bitta chuqurgina bitta joy turibdi, lekin bu joyga prosta zapaska bormi? Yo'q, zapaska yo'q ekan. Akalar adashmasam, zapasnoy balon bu yerda yo'q. И также bagajning o'zi ham juda ham katta ekan, faqatgina eniga kichkinaroq, lekin uzunasiga uzun. Bemalol bitta odam sig'ib ketadi va ichkarida odam quplab qo'ysa, mana shu narsani tortsangiz ham, bu yerda narsa tortadigan narsasi emas ekan. Bu prosta setka ilib qo'yadigan ekan. Setka ilib qo'yadigan joylarimiz bor-ki, undan keyin mana shu o'zida prosta sizda avariya bo'lib qolsangiz, shu narsani hammaga bildirish uchun znachogimiz, avariyni znachok turibdi. Bosamiz, bosganimizdan keyin bagaj bitta yopiladi. Bu mashinamizda toza elektrichka, o'shaning uchun mana bitta E-Drive deb yozib qo'ygan, ya'ni E-Drive 35L, ya'ni bu yerda 3,5 litr emas aka. 3,5 litr kuchini beradigan narsa ham yo'q aka bu yerda. Mashinani selim ko'rdi, endi bitta oldi tomon va orqa tomoniga o'tirib dvigatel to'g'risida esa haydab ketayotganda gaplashamiz akalar. Qarang, eshigini ochganingizdan keyin bitta narsa ahamiyat beramiz. Eshik juda ham qalin ishlanilgan, lekin shumkasi qanaqa ekan? Tak bo'ladi akalar. Yaxshi, zo'r mashina, lekin anu gulxovoy faqatgina temir ro'z emas, nimadir ichkarida yopishtirib qo'yilganga o'xshab turibdi. Ichini men ochib ko'rmaganman. Obshivkasiga kelamiz. Tepalarimiz koja, keyin undan keyin pastlarimiz jostki plastik, bagaj ochib yopadigan joyimiz, keyin undan keyin oynalarni tushirib chiqaradigan joy va magnetni o'zida ham yonadigan joylari bor. Bu yerda pamyat sizdeni, keyin undan keyin abagrev sizdeni surishi, har xil narsalar va undan keyin eshikni ochib yopadigan joylarimiz xuddi shu joyda joylashgan bo'ladi. Bu yana magnetda общий bitta narsa, bakovoylarni yoplaydi, keyin undan keyin bakovoylarni boshqaruv tizimi ham xuddi shu joyda qilingan. Mashinani selim bitta bunda o'tirasiz, bismillah. Eng kamida shunaqasi nasib qilsin aka sizga ham. Menga ham xudo xolasa, Allohga oson, lekin aka boya aytganimdek odamlar qattan pul oladi buncha, bilaman 51 mingda, 51 mingga Allohga osonda ko'rasizmi, kimgadir beradi, harakat qiladi, beradi. Aka bitta o'tiramiz, rulimiz juda ham zo'r, baquvvatgina qilib ishlanilgan, ya'ni mashinani haydayotgan paytingizda siz arzon mashina emas, siz BMW haydayotganingiz bilinib tursin deb rulni yaxshi qilingan ekan. Rulimizni pastga, tepaga tushib chiqadigan joyimiz zo'r, a'lo baholarda. Akalar bu chapga charib qo'yishimizga kerak, elektroprivodda qilingan. Bu hammasi yaxshi degan narsa. Keyin faralarni yoqib o'chiradigan joylarimiz xuddi shu joyda joylashgan, ya'ni xrustal qilib qo'yilganda. Aka mana buni qarang, juda ham zo'r qilingan ekan. Mana shu narsasi lekin menga yoqdi. Past tomonida nimadirlar bor. Men buni o'zi
hammasi sensor qilingan aka. Sensor, prosta bitta bosasa sensor o'chiramiz. Mana bunday bitta avtoni bosib qo'ysa ham bo'ladi. Tablolarimizga keyin undan keyin o'tamiz. Oxirida bitta qarang aka, bu yerda mashina prosta saloniga o'tirsangiz bilinadi qanaqa mashinaligi. Mashinangiz yaxshiligi bilinib turadi. Chunki baribir mashina arzon emas. Lekin mana hozir men o'zimga qulay qilganimda, bu endi aslida orqada ketadigan odamlar uchun yasalgan mashina bo'lgandan keyin bitta sekin o'zimga qulay. Tak, mana shunday qilaman, o'zim keyin orqamga o'tirib qo'yaman. Mana shunday haydasam menga qulay ekan. Akalar, menga qulay bo'ldi. Endi orqasiga o'tamiz. Orqa tomoniga ham o'tirdik akalar. Bu yerda kolonka uchun joyimizni o'zini ham juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Keyin undan keyin eshik ochadigan ruchkalarimiz uje bo'ladi plastik, hech qanaqa alyumin narsalar uje tarixda qolib ketdi. U narsalar Germaniyada alyumin tugab qolgan, Xitoydagi vashin bo'lmagan hozir. Bo'tlarimiz oqila tepasi koja, pastlari jo'ski plastik, koja salonniki. Salonda koja bardoviy rangdan qilib ishlanilgan. Endi o'zim orqamga o'tirdim. Mujik qancha joy bor ekan, osmoqqa joy ko'p ekan. Mana bu yerda nimadir narsa qilingan, keyin undan keyin Type C li joy bor. Telefoningizni zaryadka qilish uchun Type C qilib qo'yilgan. Itagida ham orqalari jo'ski plastik qilib qo'yilgan. Klimat kontrol boshqarish uchun faqatgina oldin emas, orqasida ham qilingan va juda chiroyli qilib turib deflektorlari juda ham chiroyli qilib ishlanilgan. Oyoq teyidagi bizani o'sha ritual bo'lib qolgan narsamizni oyoqga havo beradigan narsasi qanaqa ekan? Trekkerikini ko'rdik, to'g'rimi? Keyin undan keyin endi buniki bitta ko'rdik chiqar qanaqa ekan. Qarochi akalar, yotib ham, to'nqayib ham qaradim. To'g'risi aytaman, chiroyli ishlangan ekan. Bu narsa teyidagi juda ham chiroyli va akkuratni ishlangan ekan. To'g'ri, aytishingiz mumkin bu trekker emas. To'g'ri, endi по-любому bundan oldingi misol uchun Dipal mashinasinikini ko'rdingiz aka, Dipalda ham unaqa chiroyli ishlanmagan edi, lekin buniki endi baribir 51 ming ham ishtir to'lamayapti. Aka 56 ming onasini endi O'zbekistonda. Xitoyda 45 ming bo'lsa kerak, 45 ming bor, Xitoyda 45 ming dollar turadigan mashina. Menimcha boshqa bu narsa endi 45 ming to'lab turib trekkeridagi orqaga oyoqga uradigan deflektor qilib qo'yilsa, menimcha BMWni so'kib yuborsam kerak, onasidan boraman. Qarang, mashina saloniga ham o'tiramiz. Start stopdan bitta mashinani keyin yurg'izdik. Klimat kontrolli sal pasaytirmasa okalar, lekin yaxshigina uryapti. To'g'ri, kinozni fujillatib tashlayapti okalar. Kinozni ham ancha fujillatyapti. Bu yerda ikkita zonna klimat kontrol ham adashgan bo'laman. Bu yerda orqaga ham klimat kontrol ketgan bo'ladi, orqaniki ham alohida bo'ladi. Tak, menga sal pal endi spinkani ko'tarishim kerak ekan, o'shaning uchun yana joy endi ko'proq qolar ekan. Endi qarang, xudo xolasa, PRNDni joyini o'zi mana xuddi shu narsani o'zidan uramiz, mana ketdi. Ya'ni P ga urdik, keyin undan keyin mashinada bundan oldin mana bundoq turib, qarang, R neytralkada turdik. Neytralkada turganimizdan keyin bizda hozir mod degan knopkani topib turib, 360 kamera bormi? Nihoya. 360 kamera yo'q ekan, yo'qdi mana. Mana aka, tasavvur qilyapsizmi? Bular yo'qdi mana. Mana kamerani ko'rib turibsiz. 51 ming, ya'ni 56 ming yengiz turadi mana shu mashinani. 56 mingga sotib olib, sizda bular 360 kamera yo'q aka. Yuanapda 360 kamera bor aka. Yuanap 360 kamerasi bor. BMW i5 360 kamera. Qani onangni ko'r. Aytishingiz mumkin full komplekt. Aka, full komplektatsiya bo'ladi. Mashinaning narxini qaraysiz, O'zbekiston miqyosi bunaqa pul topish uchun kodni qancha terlatish kerak? Men buni qarang, aka, look yo'q, prosta shishali tom qilib qo'yilgan. Yuanapda xuddi shunaqa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Yuanapda ham shishali tom bo'ladi. Bu yerda 360 kamera yo'qmi? Qani, mujik, mayli adashyapmanmi hozir? Yo'q, 360 kamera yo'q deyapti. Akalar, bu yerda 360 kamera yo'q bu yerda. Ya'ni Xitoy tilida qilib qo'yilgan. Bo'ldi, 360 yo'q. Bilar xafa bo'lib ketasan-da, borib odamlarga tushuntirasan-da, ani mashina Xitoy mashinasi yaxshi aka, o'zini puliga zo'r narsa beryapti desangiz, nihoya deydi. Endi bu prosta endi bilmayman aka, bu nima deyishimiz mumkin buni odamlarga bilmayman. Uni ishlash tizimi juda ham yaxshi ekan, mana adashmasam mana sportga turib oldik hozir. Sportga o'tdik akalar, mashinamizda 272 ta ot kuchiga ega. Elektroprivodda akalar, 272 ta ot kuchi elektroprivodda orqa, ya'ni elektroprivod nima? Orqa privodda aka. Hey! Jalla bu 56360 kamera qatyap qo'yib beringlar, jalla. Yo'q aka. Yuzdan yo'q 360 kamera. Jalla yo'q, yuvanapti bor-ku. Yusuf jalla, yuvanapti 360 kamera u ya.
Evet, faqat to'g'riga Oybekga chiqib olsa bo'ldi. Shu Oybekdan to'g'ri, ko'piga borib oladi, qaytib keladi to'g'ri. Aka 360 kamera-yu, uya 5100 dollarga bayli sotilsa. Yo, tushundim, yengisi 70 mingga ham 360 bermayaptimi? Yo'q, hozir kelamaz. Eshitdingiz, BMWchilik 360 kamera kerak emas ekan. Endi kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. BMWchilik 360 kamera kerakmi yoki yo'qmi? Aka, bu yerda orqa kamera endi trekerni so'kmasa ham bo'lar ekan. 360 ni bermayapti deb javobim aka. Bu yerda BMWda bo'lmasa endi trekerda nima qilsin degan savol tug'iladi-da. Mashina lekin ketayotganda yumshoq. 272 ta ot kuchi. To'g'ri, mashina og'irroq ekan. 0 stosi bunda 0 dan 100 gacha qo'zg'alish sekunda 609 sekund. Malibu desa ham bo'ladi. Malibu bilan bir xil. Tak, mana turibmiz, sekin bismillah deb qani, xudo xolos qilib 609 yuramizmi yo'qmi? Bizga ruxsat berilgan yo'lda ketyapmiz shunga. Uxti billat. To'g'ri aytsam, tabloga xidab yo'q ekanda, tabloga qaramadim. Nu где-то 70-80 ga chiqdi. Adashmasam 70-80 ga chiqdi. Bitta lijachidan o'tib ketgan bo'lsa ham mashina sezmadi. Mana sekin o'tsa seziryapti, lekin tez yurganingizda sezilmayapti. To'g'ri hozir ko'rasiz. Strechnidan odamlar ketyapti. Strechni. Nima deysiz endi, aka? Nu tak yurib ketayotganingizda uni gazni bossangiz, baribir bilmayman, men bitta narsaga hayron qolaman-da. Mercedes buni xarakteri yo'q, lekin BMW xarakter bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Mashina ot kuchi ko'p emas, elektrichka, lekin orqa privodda qanaqadir sizga xarakter beradi-da. Mashinani по-любому xarakteri bor. Bitta nomiga gazni bossangiz ham sezib aka bitta olib kelyapti. Bu degani, ya'ni mashinada ot kuchi ko'p bo'lmasa ham по-любому xarakteri bor-da. Chunki bundan oldin tak nomiga gazni bosib qaytarib burganda ham mashina bemalol mana shuni kolesovat qilyapti. Yana bir bor aytaman, aka. Не стоит-da. Li bilan misol uchun hozir Li endi Li даже 7 aka, Li 7 deydi. Li 9 demaydi, Li 9 bu. Li 9 bunga nef konkurensiya hisoblanadi. Li 9 emas bu, Li 7 bilan, Li 6 bilan tursa ham menimcha Li 6 bundan ancha aqlliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman aka. Meni fikrim bo'yicha berilayotgan navorotlar, bu yerda to'g'ri Abagrev, tak Abduf bormi? Shu narsalarni bitta ko'raylik. Mana shu yerda o'zi to'xtab ko'ramiz. Ibat Abduf o'zi yo'q. Abagrev bor ekan, aka, faqatgina. Abduf yo'q. Ilman topolmayapman. Qani, bu yerda faqatgina Abduf, to'g'rimi? Ha, Abduf, Abagrev yo'q, aka. Kodni qizdirib nima qilaman hozirgi paytda? Ha, bu o'chirib qo'ydik. Bu yoq tomondanchi. Yo'q. 51 ming dollarga aka, Abduf yo'qmi? Yo'q aka, Abduf yo'q ekan. 51 ming dollarga sizga Abduf bermasa, qattiqroq gapirib yuborsam, endi yoshlar ko'rayotgan bo'lsa, bizani yoshlar endi noto'g'ri tarbiya olmasin, g'alatiroq inson ekan deb o'ylamaylar. Prosta emotsiyaga berilaman. Men bilaman 51 ming dollarni mana shu imенно mana shu mashina narxi 51 ming. Kerak bo'lsa past nomerlarni qoldiraman. Yusuf degan ukamizdaniki. Mashina narxi arzon, yengisi 70 ming sotilyapti deyapti. 70 ming deyapti. 60 nech puldir sotilsa kerak. 70 ming sal ko'pirtirdi. 60 nech puldir bo'lsa kerak. 70 mingga ham aka не стоящий narsa. Prosta buni M5 bo'lsa, menimcha stoyt, lekin bunisi не стоит, aka. Necha sekund bo'ldi, aka? Hozir to'g'rimiz mana o'zi mana shu stop kadr bo'lgan bo'ladi. O'sha qachon necha sekund bo'lgan bo'lsa, o'sha skoroskga 90 ga chiqdi. 90 dan oshmadi. 100 qilib bo'lmayapti, chunki mana bu yerda ko'ryapsiz, atrof muhitda mashina ko'p. Shunga mashina to'g'risini aytsam juda ham sekin chiqyapti. O'shanga 100 qilib bo'lmayapti uni. Prosta yana bitta bismillah. La havla va la quvvata illa billah. Qani 1 2 3 ketdi. Yana 90 ga chiqdi. Oldimizda mana bitta Monza turibdi. Monza bo'lmaganda chiqarmidi? Chiqardi menimcha 100 ga. 90 ga necha sekundda chiqyapti? Aka, yozing bo'ldi. 100 qilish bunga shart emas. Mashina juda ham sekin. Li buni, Li 9 Ultraniki 5.1 0 stosi. Buniki
609. 90 ga хотя бы hozir 6 sekundda chiqqan bo'lsa katta gap akalar. 90 ga 6 sekundda chiqqan bo'lsa, o'shani o'zi ham katta gap. Lekin gaz bosganingizda shu oka kayf beradigan joyi yana 90 dan qaytdi. Prosta anu agar hozir mashina tezroq bo'lganda yo'lni o'zi yetardi, lekin yo'lni o'zi ham to'g'ri kalta bu yerda. Men bu yerda misol yo'lni uzun deyotganim, yo'lni o'zi ham kalta, lekin xuddi shu yo'lda zikrli chiqadi yuzga, aka. Zikr smerli chiqadi. Keyin undan keyin ham по-любому chiqadi, aka. Ham bundan ancha aqlli, aka. Hamni misol uchun oddiy podlokotnikni, orqa podlokotnikni o'zi ham ancha aqlli. Mana bunikini ko'ryapsiz, to'g'ri, bu удобный, aka. Hech qanaqa bazar yo'q bu yerda. Удобныйлigi, mashinani vidiga, brendiga, aka. Men BMWni yomon deyotganim yo'q. Просто, aka, bu mashina u pulga не стоящий narsada. Не стоящий apparat deydi-ku. Siz misol uchun endi kim bu mashinalarni olib haydaydi desangiz, 51 ming pulni agar kod tellatib, kodni o'zi tellatib endi bilmayman, aka. Просто 51 ming bu katta pulda, aka. 51 ming это katta pul. И также 51 mingni topish o'zi ham qiyin masala-da. Men halol yo'l bilan ishlayman desangiz qiyin masala. To'g'ri, mashqa bo'lsa-ku, bir kunda topadi, ikkinchi kun qamaladi. Lekin 51 mingga meni fikrim bo'yicha не стоит, aka. Nima uchun не стоит deyotgansiz, boshidan sizga sanab beraman. Aka, mashinada 272 ta otqichati yig'ini. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mashina elektrichka, aka. Mayli elektrichka hozirgi payt trend deylik. Uchinchisi, aka, oddiy обогрев сиденья yo'q. Bu to'rtinchisi. Mashinada ya'ni 360 kamera o'rnaydimi? 360 kamera hozir bilan Gentraga qo'yib olishadi 360 kamera, lekin BMWda 360 kamera yo'q i5da. Mana buni ko'rayotgan bo'lsa, shishali tom prosta, lekin bu yerda luk ham yo'q, aka. Prosta luk yo'q, hech narsa yo'q, 360. Aka, o'sha yo'q narsani hammasi yo'q bu yerda. Mashinada bu yerda boshqa gaplashadigan narsani o'zi, to'g'ri, vid chiroyli. Men aytaman, vidi mashinani o'zi chiroyli, yumshoq, to'g'ri, yurishi zo'r, sal-pal takoy emotsiya beradi. Orqa привод bo'lgan chog'da sal orqaga tashiydi, ketadi. Yurishi ham unaqa tez emas, aka. Mashina sekin mashina, u unaqa tez mashina emas. Podlokotnik ichida joy ko'pmi deyotganimizda, joy ham ko'p emas, aka. Bu prosta mametida, lekin to'g'ri, konditsionerni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Konditsionerdan muzdek urib turadi. Sil 6lar, aka, BYD Sil 6 364 millionga холодильный mikrovolovkali mashina beryapti shu paytda. Bular agar nemetskiy avtobrendchi просто agar mana shu miyasini ushlab, boshini ushlab ish qilmasa, aka, Xitoylik yorib tashyapti Xitoy avtobrend. O'shaning uchun aytaman, Xitoy avtobrend yaxshi bo'lib ketyapti, aka. Aytsam, miyasi tomir tortishgan odamlar o'tirib olib, "Va, bu BMW bilan tashlashtirib bo'lmaydi, Mercedes Xanda shunaqa deydi, BMW bilan Mercedes." Aka, pulga pul qarang, aka. Xan nech pul? Xan L obzorni qilamiz. Bugun Xan L obzoriga kelganmiz, lekin Xan L hozirgi paytda kaltni olib ketib qolishdi. O'shaning uchun tashqari tomondan faqat ko'rmaysiz. Xan L, aka, Xan L 45 ming edi. Xan L 45 ming shunaqa, aka. 45 mingga siz ashim kosmos o'rnidagi mashina olasiz. 0-207, 1160 kuchli mashina olasiz. Bu mashinaning obzori qiziq bo'lsa, kommentariyga kirib yozamiz, xudo xolasa. Bilaman, J mashinalarini sog'indinglar, yana J mashinasini ham olamiz. Xudo xolasa, aka, bundan keyingi video qanaqa bo'lishini siz hal qilasiz. Videoga maksimal darajada iltimos like bosinglar. Men sizlarga sotiladigan o'zimni tanishim mashinasini maqtab turib, yaxshi narsa deb tiqayotganim yo'q. Bor gapni gapiraman. Chunki baribir bo'lmasa, naryoqdan javobini beraman. O'shaning uchun maksimal darajada sizlar mana shu like bosinglar, hammaga tarqatinglar. Что BMW fufloligini odamlar, hamma BMW emas, именно shunaqa ay versalar fufloligini hamma ko'rsin, aka. Sog' bo'linglar. Yurmasak ham bu. Nima deysiz? Yurmayapti ham, aka, unaqa tez. Yo'q. Ha, Nexus 3 salpa 100 benzin quyib kelsa, Nexus 3 o'zi urib qo'yadi, aka, buni. 609 beryapti, aka. Mana shu yo'lda zikrlar bemalol 120-130 chiqadi. Zo'r g'atta maksimal 90 ga olib chiqyapti. 90 ga chiqyapti. Og'ir ekan. Ha, mashina og'ir, aka. Batareykani o'zi katta-ku, ko'rmayapsiz shu. To'nqa bo'yatibdi-ku. 310 kunta chiqadimi sizga? 7 deb bergan zavod. 7 da? Ha, zavod 7 deb bergan, lekin 6 da chiqadi-yu. 6,5. Malibu 709 bergan, Malibu bilan Premier bilan bir xil bergan, lekin Premier buni urib qo'yadi, aka. И также
aka 360 kamera bular. 51 ming Yo'q, dollar. Ha, 50. 70 ming dollar deydilar yangisi. Ha, yengisi 70 ming. Boz 51 mingga deyaptilar. Hala aka olarmi deysizmi sizmi? Ular nimasi? Aka Abdufiyosizlar ishonasizmi? Yo'q. Ha, anu Dipalda bor-ku, Dipalda bor edi. Aka bunda yo'q neynim. 25 million. 25 ming. Dipalda bor narsa bunda yo'q. Dipalda 360 kamera bor edi. Aka Dipal 225 tortquchi edi. Aka onaynim mag'ur. 7,5 sekund edi 0 so'zi. To'g'ri bu sal tezroq. Dipalda aka. Ya slipoy zo'ri nima kerak bor 360 bo'lmasa aka. Kamerasini qarang, ya'ni yoshligingizda anaqani bo'ladi-ku 30 60 ga 33 dan kamerasi bo'ladi-ku. Shunaqa kamera aka mana qarang. Hozir. 60 ga 33 dan kamerasi. 360 yo'q. Ha, aka 60 ga 33 dan kamerasi bu. Prosta. Zo'r ekan lekin. Ha, rullar lekin elektr privodda, shunisi yaxshi aka. Xafa qildi meni BMW. Prosta, yo bunaqa pulga aka, o'shancha mana shu mashinalar hozir aniq bo'lyapti-da aka. Ana, ha, ketmayotgan sababi ham shundan-da. Buni o'rniga liy oladi-da, oladigan odamlar. Aka liyetda, Ancha aqlli bundan. ha, tuflab o'tib ketadi aka. Ancha. Ha, shu o'sirg'ida qolib ketadi liyetda nima aka bu. To'g'risi-da. Prosta anu odamlar ko'pchilik narsalarni tushunmayapti-da. Sport rejimi bor ekan, sport rejimi. To'g'ri, bundan gaz bosasiz-ku, Ha. mana bunaqa berishi bor, orqaga tashlashi bor, yurishi bor. Lekin, aka BMW elektrichka bo'lmasa ekanda.